Arafa kunining fazilatlari. Salafi solihlar ehtiyojlari uchun qiladigan duolarini Arafa kuniga saqlab qo'yishar edi. Qanchadan qancha orzu-umidlar va duolar Arafa kuni oqshomida ijobat qilingan. Solihlardan biri: Allohga qasam, Arafa kuni biror duo qilsam, 1 yil o'tmasdan turib, uni xuddi tongni yorishgani kabi amalga oshganini ko'rdim, deb aytadi. Abu Qatodadan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Arafa kunining ro'zasi undan oldingi va undan keyingi yillardagi gunohlarga kafforat bo'ladi deb Allohdan umid qilaman deb aytdilar. Imom Muslim rivoyati. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Arafa kunidagi ro'za xususida so'raldi. Shunda u zot o'tgan yil va qolgan yildagi gunohlar uchun kafforatdir dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. Arafa kunida qilinadigan amallar. Birinchi, ro'za tutmoq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Arafa kunining ro'zasi o'tgan va kelgusi yillar gunohiga kafforat bo'ladi deb umid qilaman. Muslim rivoyatlari. Albatta bu ro'za hajdagilar uchun emas, hajga bormaganlar uchun aytilgan. Chunki hojilar Arafa kuni ro'za tutmaydilar. Arafa kuni gunohga qo'l urib qo'yishdan ayniqsa ehtiyot bo'lmoq lozim. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi: Shu kuni qulog'i, ko'zi va tilini gunoh masiyatdan saqlagan banda mag'firat qilinadi. Ikkinchi, zikr va duoda ko'p bo'lmoq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Duoning eng yaxshisi Arafa kunida qilingan duodir. Men va mendan ilgari o'tgan payg'ambarlar duoda aytgan eng yaxshi so'zlari: La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir. Termiziy rivoyatlari. Ibn Abdul Bar aytadilar: Mazkur hadis Arafa kunining duosi ko'pincha maqbulligi va eng afzal zikr La ilaha illalloh ekanligiga dalildir. Hattobiy aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odatda men duo qilishimdan muqaddam Alloh taologa aytadigan hamdu sanolarim ichida eng afzali shu so'zlardir demoqchi bo'ladilar. Negaki duo qiluvchi dastavval Alloh taologa hamdu sano aytib, undan keyingina hojatini so'ray boshlaydi. Shu bois sano ham duo nomini oldi. Uchinchi, takbir. Zulhijjaning 10 kunida takbir aytmoq mustahab amaldir. Bu kunlarda har yerda va hamma vaqt Alloh zikri joiz. Har namozdan keyin takbir aytmoq afzal deyilgan. U Arafa tongidan boshlanib, tashriq kunlarining oxiriga qadar davom etadi. 2026-yilda Arafa kuni inshaalloh 26-may kuniga to'g'ri keladi. Ushbu kunda qilgan barcha amallarimizni, tutgan ro'zalarimizni Alloh taolo o'z dargohida qabul qilsin. Amin.